Assalomu alaykum do'stlar, kanalingizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan imbalanslar mavzusini batafsil ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, qanday balanslar bor? Ularning o'ziga xos jihatlari nimalardan iborat? Bularni tahlil qilamiz. Shuning uchun albatta like bosib, maroqli tomosha tilayman. Xo'sh, imbalans anatomiyasidan boshlaymiz. Oldimizda ikki standart imbalans turibdi va biz eng yaqinini, ya'ni buqa, bullish imbalansini ko'rib chiqamiz. Uni yashil rang bilan belgilaymiz. Har bir imbalansda biz uchun juda muhim bo'lgan asosiy darajalar mavjud. Yuqori chegara 0 darajasi, chorak 0.25, 0.5 darajasi, 0.75 darajasi va pastki chegara 1. Bu darajalarning har biri o'z roliga ega, chunki algoritm ular bilan o'zaro ta'sir qilganda bizga ma'lum bir ishoralarni qoldiradi. Biz ushbu reaksiyalardan hikoya yaratish, kirish nuqtalarini topish va nervning keyingi xatti-harakatlarini tushunish uchun foydalanamiz. Keling, jadvalda keyin nima bo'lishini ko'rib chiqaylik. Narx muvozanatsizlikka qaytadi. Iltimos, sham 0.5 darajasiga yetganini va nomutanosiblik zonasidan yuqorida yopilishini unutmang. Bu uning tomonidan qandaydir hurmat haqida gapiradi. Bu nima degani? Agar bizda buqaga yo'naltirilgan flow ordeni bo'lsa va narx bir yo'nalishda harakatlansa va struktura buzilib ketsa, biz uni turli nomlar bilan, BIMS, BOS yoki MIS yoki boshqa nomlar bilan ataymiz. Asosiysi tamoyilning o'zi aniq. Keling, buni BIMS deb belgilaylik. Bunday parchalanishdan so'ng biz narxning yuqoriga ko'tarilishda davom etishini kutamiz. Misolni ko'rib chiqaylik. Bunga qadar harakat pastga qarab edi. 15 daqiqalik time frame'da SP500 featuresda narx pastga harakat qilgan. Keyin esa struktura buzilishi, breaker va ikki imbalans shakllandi. Bularning barchasi narx harakatining xarakter o'zgarganini ko'rsatadi. Narx darajaga qaytmoqda. 0.5 ga qaytadi va undan yuqorida yopiladi. Bu yana hurmat haqida gapiradi, ya'ni narx imbalansga qaytganda. Yengillashtirish bloki yoki boshqa blok variantlari uchun buyurtma darajadan pastga tushmaydi. Yarmi kuchli hurmatni bildiradi. Bu esa o'z navbatida algoritmning niyatini ochib beradi va yuqoriga qarab harakatlanish ehtimolini oshiradi. Bu keyingi shamda sodir bo'lgan degani emas. Narxi. U bir muddat o'zgarishi mumkin. Hatto 0.5 dan pastga tushishi mumkin. Ammo agar u nomutanosiblikning pastki chegarasiga rioya qilishda davom etsa ham, bu baribir hurmat hisoblanadi. Biroq aynan 0.15 darajasining saqlanishi eng kuchli zonani ko'rsatadi. Keling, batafsilroq ko'rib chiqaylik. New York vaqti bilan soat 15:30 atrofida. Bu oxirgi faol savdo soati, shuning uchun kuchli impuls kutmang. Narx yana avvalgi darajasiga qaytadi. 0.5. U biroz pastga tushadi, lekin yuqoriga yopiladi. Bu yana bir tasdiq. Keyin faol bo'lmagan savdo vaqti bor. Shunchaki New York ochilishidan oldin orqaga qayting. Narx yana zonaga o'tadi va hatto pastki chegaraga yetadi, lekin keyin qaytib yana yuqoriga yopiladi. Yarmiga yetgandan so'ng keyingi sham xuddi shu narsani takrorlaydi. Shundan so'ng narx endi yarmiga yetmaydi va balansdan yuqoriga chiqadi. Bu shuni ko'rsatadiki, fuyugni faqat kirish nuqtasi sifatida ishlatish shart emas. Uni savdo hikoyasini shakllantirish uchun ham qo'llash mumkin. Bu yerda pozitsiyaga kirish mumkin edi, lekin shuningdek kichikroq vaqt oraligiga, 1 daqiqalik yoki hatto 30 soniyalik grafikka tushib, aniqroq kirish nuqtasini topish mumkin edi. Chunki algoritm ushbu nomutanosiblikni hurmat qilayotganini tushunasiz. Ta'kidlaymizki, to'xtatuvchi bilan tanaffusdan so'ng biz zonaga aniq hurmat ko'rsatamiz. Bu yerda to'siq bor va narx bunga mos keladi. Bu yuqoriga qarab harakatlanish ehtimolini oshiradi. Va keyin narx yana qaytadi, biroz pastga tushadi, lekin to'xtatuvchi darajaga yetadi. Go'yo biz o'sha yerga borishimiz kerakdek, to'g'ridan to'g'ri to'xtatuvchiga. Shundan so'ng yuqoriga ko'tarilish impulsiv harakati boshlanadi. Bu allaqachon New York sessiyasi soat 10 atrofida Londonni amalda yo'qmoqda. Narx bu nomutanosiblikni qanchalik hurmat qilishiga e'tibor bering. U hatto darajadan pastga tushmaydi ham. 0.5. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas. Algoritm shunchaki shamlarning korpuslarini yopib qo'ymaydi. Aynan shu yerda. Biz fitillarga qiziqmaymiz. Ular faqat to'xtash joylarini olib tashlashadi. Bizga tarixni ko'rsatadigan narsa shamlarning tanalari. Fitillar har qanday joyda bo'lishi mumkin. Narx zonani fitil bilan chuqur teshib qo'ysa ham, tana yuqoriroq yopiladi. 0.15 bu hatto signalni kuchaytiradi.
Bu narx tendensiyasini ko'rsatadi. Davom etish. Yuqoriga. Bu yerda siz yozuvlarni tezda qidirishingiz, qisqa muddatli pozitsiyalarni topishingiz va undan kirish, chiqish, foyda olish, har qanday narsa uchun foydalanishingiz mumkin. Agar sizda qarama-qarshi pozitsiya ochiq bo'lsa, masalan, qisqa, bu signallarning barchasi normal tartib oqimiga hurmat, tosarga qaytish, 0.15 dan yuqori takroriy yopilishlar. Ular qisqa yopilish yaxshiroq ekanligini aniq ko'rsatib beradi. Bu yerda teskari yo'nalish ehtimoli juda yuqori. Va ko'rib turganingizdek keyin nima bo'ladi? Narx aslida ko'tarildi. Shuni ham tushunish kerakki, ko'p odamlar nomutanosiblik qisman, masalan, yarmida to'ldirilgan bo'lsa, u endi ishlatilmaydi deb hisoblashadi. Buning bir mantiqi bor, chunki narx to'ldirilmagan qismlarga ta'sir qiladi. Ammo nomutanosiblik vaqt oraligidan qat'i nazar juda uzoq vaqt davomida 2 oygacha dolzarb bo'lib qolishi mumkin. Daqiqa, soniya, soat yoki kun ularning barchasidan 60 kungacha foydalanish mumkin. Albatta, ushbu davr uchun barcha nomutanosibliklarni grafikda chizishning hojati yo'q. Bu tartibsizlikka va tahlil falajiga olib keladi. Kun davomida eng yaqin zonalar bilan ishlash kifoya va narx ularga qayta-qayta murojaat qiladi. Lekin kun ichidagi savdo paytida, masalan, men aynan kun ichida savdo qilaman, men eng yaqin nomutanosibliklardan foydalanaman va narx butun kun davomida ularga murojaat qilishi mumkin. Shuning uchun, agar narx nomutanosiblikni qisman to'ldirsa, bu hudud darhol qiziqarsiz bo'lib qoladi deb o'ylash kerak emas. Aksincha, bu hudud juda muhim bo'lib qoladi, chunki biz hozirgina narxning barcha shu darajalarga qanday javob berayotganini ko'rdik va bu bizga keyingi harakatlarimizni deyarli ko'rsatib turibdi. Bu yerda biz yana 0.125 darajasiga keldik, ya'ni narx nomutanosiblikdan chiqib, yana unga qaytdi. Aynan 0.125 darajasida to'xtadi va shundan so'ng impulsiv tarzda yuqoriga harakat qildi. Va 0.125 darajasi bizga kuchli ayiq pozitsiyasida ekanligimizdan dalolat beradi. Buyurtma oqimi. Va narx tez va impulsiv ravishda o'zgarishi ehtimoli ko'proq. Yuqoriga bu misolda bo'lgani kabi. Albatta, bu abadiy davom eta olmaydi. Buyurtma oqimi istalgan vaqtda tugashi mumkin. Lekin algoritm bizga o'z niyatlarini shunday ishoralar orqali ko'rsatayotgan ekan. Biz buni savdoda ishlatishimiz mumkin va kerak. Bunda albatta men kabi kun ichida savdo qilish shart emas. Endi esa keyingi masalani ko'rib chiqamiz. Imbalanslar bilan bog'liq holat, masalan, yevro-dollar juftligi bo'yicha. New York sessiyasida oldingi kunning haddan tashqari ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, likvidlikning kamayib borayotganini ko'rmoqdamiz. Shundan so'ng so'z tuzilishida pasayish yuz beradi va nomutanosiblik hosil bo'ladi. Narxning bu nomutanosiblikka qaytishini kutish va qisqa pozitsiyaga kirishga harakat qilish mumkin. Masalan, bu likvidlikni olib tashlash uchun. Bu yerda bizda suyuqlik havzasi mavjud. Narx bu sohaga qaytmoqda. Biz darajalarimizdan foydalanamiz. Narx 0.5 darajaga mos keladi. Keyingi sham ham xuddi shunday, lekin keyin yuqoriga chiqish bor. Va bu yerda biz allaqachon aniq hurmatsizlikni ko'rmoqdamiz. Narx bu nomutanosiblik chegaralaridan tashqariga chiqadi. Shamning tanasi bilan. Bu biz uchun muhim nuqta. Biz prinsipial jihatdan fitillarga qiziqmaymiz. Ular istalgan joyda bo'lishi mumkin. Muhim bo'lgan shamlarning tanalari va tanasi. Biz bu ayiq massivi chegaralardan tashqariga chiqdik. Agar biz qisqa pozitsiyani qidirayotgan bo'lsak, kirish ortidan yoki nomutanosiblik chegarasidan bo'lsa ham, pozitsiyani yopish yaxshiroq bo'lishi haqida to'g'ridan-to'g'ri signal bo'lar edi. To'xtashdan oldin, narx endi uni hurmat qilmagani uchun chiqib ketish mantiqan to'g'ri keladi. Ayiqcha massivlari bu uning yuqoriroq harakatlanishda davom etish ehtimoli yuqori ekanligini anglatadi. Keling, keyin nima bo'lganini ko'rib chiqaylik. Narx albatta oshdi. Lekin bundan qanday qilib o'z foydamizga foydalanishimiz mumkin? Aytaylik, siz umuman savdoga kirishmadingiz, balki shunchaki narx bu ayiqcha nomutanosiblikni hisobga oladimi yoki yo'qligini kuzatdingiz. Avvaliga men bunga hurmat bilan qaradim, lekin keyingi sham chiqib, tananing yuqoriga ko'tarilishi bilan qo'ndi. Bo'ldi, hurmat yo'qoldi. Va hozirgi paytda bu nomutanosiblik klassik texnik tahlildagi oyna darajasi kabi inversiyaga aylanadi. Endi u qo'llab-quvvatlovchi sifatida ishlay boshlaydi. Narx nomutanosiblikdan chiqdi, uni muvozanatlashtirdi, qaytdi va undan sakrashni boshladi.
Endi bu nomutanosiblikni buqa yo'nalishi deb hisoblash mumkin, garchi dastlab u ayf yo'nalishi bo'lgan bo'lsa ham. Va shundan keyin nav qanday qilib darhol yuqoriga va yuqoriga ko'tarila boshlaganiga qarang. Biroq bu darajadan darhol kirish shart emas. Siz kuchingiz va pastroq vaqt oralig'ida kirish nuqtasini qidirishingiz mumkin. Siz yuqori ko'rsatkich yangilanishini, keyin esa yangi nomutanosiblikka qaytishini kutishingiz mumkin. Bu likvidlikni olib tashlash uchun hosil bo'ladi. Bu qanday qilib bu yerda sodir bo'ldi? Narx tezda qaytdi, zonaga tegdi. Men uni juda hurmat qildim. Shamlarning korpuslari nafaqat chegara yoki 0.15 darajadan yuqorida, balki ancha yuqoriroqda ham yopildi. Shundan so'ng narx yuqoriga ko'tarilishda davom etdi va eng yuqori choqqalarni yangiladi. Bu yerda yana bir nomutanosiblik yuzaga keldi. Bu yerda ularni hatto birlashtirish mumkin, chunki ular ketma-ket joylashgan va uzluksiz zonani tashkil qiladi. Bu tasodif bo'lishi mumkinligini ko'ring. Aynan 0.5 daraja ketma-ket ikkita sham. Avval narx yuqoriga ochildi va ko'tarildi, keyin esa sham ichida manipulyativ pastga tushishni amalga oshirdi. Shundan so'ng u yana yuqoriga yopildi va ko'tarilishda davom etdi. Bu 5 daqiqalik shamda ichki manipulyatsiya. Bu nomutanosiblikning yana bir tasdigi va hurmatidir. Bu bizga hozirgi paytda boqa yo'nalishdagi order flow saqlanayotganini va narx yuqoriga harakatlanib, likvidlikni olib ketayotganini ko'rsatadi. Bu harakatning sabablarini hozir muhokama qilmayapmiz. Bu alohida video uchun mavzu. Agar sizga qiziq bo'lsa, bu haqda yozing. Men alohida tahlil qilib beraman. Hozir biz ataylab bularning barchasiga to'liq kontekstsiz qarayapmiz. Haqiqiy savdoda albatta tahlil har doim asosli bo'lishi kerak. Kontekstda narrativda katta time framedan kichik time framega o'tib, kompleks yondashuvdan foydalaniladi. Lekin hozirgi bosqichda bizning vazifamiz faqat imbalanslarni tushunib olish. Bu yerda biz hurmatni ko'ryapmiz. Bu yerda ham hurmat bor. Bu yerda avval hurmat bo'lgan, lekin indekslar ochilishga yaqin u yo'qoldi va imbalans inversiyaga aylandi. Narx undan chiqdi, qaytib keldi va allaqachon zonaning pastki qismini hurmat qila boshladi. 0.15 darajasi biroz buzilgan, lekin e'tibor bering. Narx 0.25 darajasini aniq hurmat qilgan. Bu esa ayniqsa kichik time frame'da mutlaqo ruxsat etiladi. Time frame qanchalik kichik bo'lsa, shuncha ko'p istisnolarni o'zimizga ruxsat bera olamiz. Agar bu kundalik grafik bo'lsa, biz hurmatni 0.125 ga yoki chegaraga, maksimal 0.5 ga yaqinroq ko'rishni istaymiz. Agar narx yuqoriroq vaqt oralig'ida ishonch bilan 0.15 dan pastga tushsa, unda ehtimol nomutanosiblik to'liq bartaraf etiladi. Lekin pastroq vaqt oralig'ida narxning pastki balans chegarasiga qadar tushishi mumkin va bu baribir normal hisoblanadi. Bu yerda aynan shunday bo'ldi. Biz ushbu inversiya FIG'ning 0.125 darajasiga, aniqrog'i, allaqachon 0.175 ga hurmat bilan qaradik, chunki dastlab bu AFC edi va keyin buqaga aylandi. Shundan so'ng narx zonani tark etdi va bu yerda likvidlikni olish uchun xavfsiz, tezkor va aniq kirishni izlash mumkin edi. Endi kundalik jadvalga qaraylik. Bu yerda nomutanosiblik shakllandi va narx unga qaytmoqda. U 0.15 darajadan biroz yuqoriga ko'tariladi, lekin keyingi sham bilan darhol yuqoriga ko'tariladi. Agar narx atigi 0.5 ga biroz ko'tarilgan bo'lsa, bu mutlaqo normal reaksiya. Va darhol nomutanosiblikni tark etdi, demak, massivi hurmat qilinmoqda. Endi esa kundalik time frame'da siz buni o'z narratingizni, ssenariyingizni tuzishda, narx bugun va ertaga nima qilishi mumkinligini aniqlashda ishlatishingiz mumkin. Agar biz bir nomutanosiblik hurmat qilinayotganini ko'rsak, keyin navbatdagi nomutanosiblik shakllanadi va u ham hurmat qilinsa, bu narxning yuqoriga harakatlanish ehtimoli yuqoriligini bildiradi. Narx buqa massivini hurmat qiladi. Bu bizning buqa buyurtma oqimida ekanligimizni anglatadi. Bunday vaziyatda siz kun davomida hamma joyda sotib olish bitimlarini qidirishingiz mumkin. Albatta, manipulyatsiyadan so'ng aniq strategiya va xavflarni boshqarish bo'lishi kerak. Bu hatto muhokamaga ham qo'yilmaydi. Endi biz asosan hikoya yaratishga e'tibor qaratmoqdamiz. Bu kunlik harakatni kamaytirishga yordam beradi. Xuddi shu narsani haftalik jadvalda ham qilish mumkin. Bu yerda biz hurmatni, keyin yana hurmatni va yana hurmatni ko'ramiz.
Hatto bu yerda ham aniq konsolidatsiyaga qaramay, kichik interday skalplarni uzoq vaqt olish mumkin edi. Va arralash, chunki narx nomutanosiblikning pastki chegarasiga hurmat ko'rsatdi. Biz undan chiqdik, keyin yana sinab ko'rdik va davom etdik. Agar narx unga qaytganida, uni inversiya nomutanosiblig'i sifatida ishlatish mumkin edi. Aslida, klassik texnik tahlil tilida gapiradigan bo'lsak, pozitsiyalarni yegish uchun qo'llab-quvvatlovchi daraja sifatida. Keyin tuzilma buzilganidan so'ng bizda ayifchi nomutanosiblik paydo bo'ladi. Biz unga qaytamiz. Narx uni juda hurmat qiladi va pastga harakatni boshlaydi. Bu yerda diqqatli bo'lish muhim, lekin 0.125 darajasi juda aniq ishlaydi. Keyin biz uni yorib o'tamiz va bu nomutanosiblikni inversiya sifatida ishlatamiz. Narx oshib bormoqda. E'tibor bering, bu yerda yangi nomutanosiblik shakllangan va narx deyarli o'z chegarasidan pastga tushmaydi. Faqat ozgina. Bunday sharoitlarda ruxsat etilgan chegaralar doirasida langani kunduzi ham olish mumkin edi, chunki bu yerdagi rivoyat aniq edi. Bu to'liq tahlil emas. Biz hozirda faqat nomutanosibliklarga e'tibor qaratmoqdamiz va ulardan strategiyada qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqdamiz. Bu yerda tartib bloki ham mavjud va biz yana hurmat koeffitsiyentidan, daraja hurmatidan foydalanamiz. Ushbu tartib blokining 0.5 qismi biz pastga siljishda davom etishimiz ehtimolini ko'rsatadi. Va shunday bo'ldi. Bu fitil ham tasodif emas. 0.25 daraja. Fitil nomutanosiblik bilan bir xil tarzda qayta ishlanadi, chunki fitillar buyurtma oqimi tahlilida faol qo'llaniladi. Shundan so'ng narx uzoq vaqt davomida fevraldan sentyabrgacha pastga siljidi. Biron bir joyda. Bu yerda biz inversiya nomutanosibligini ko'ramiz. Uning reaksiyasi bugungi kungacha davom etmoqda. Narx biroz pastga tushdi, uni juda aniq hurmat qildi va yana joriy qiymatlarga tushdi. Bu yerda ham nomutanosiblik bor edi va yana darajaga hurmat bor edi. Yarmi bir vaqtning o'zida bir nechta omillarning bir-biriga mos kelishini ko'rsatadi. Fitil, bu eski kundalik nomutanosiblik, bularning barchasi sizga kirishni tanlashda yordam beradi. Siljishdan keyin yana bir nomutanosiblik paydo bo'ladi. 0.5 ga qaytish, yuqori chegaraga rioya qilish, zonadan sezilarli darajada pastda joylashgan jismlar bilan yopilish. Bularning barchasi ayifcha buyurtma oqimi haqida gapiradi. Kundalik grafikda bu kun ichidagi savdolarni qidirish uchun aniq kontekstni taqdim etdi. 1 soat ichida pastga siljish aniq bo'ldi. Bu yerda biz siljishni, keyin esa pastga va pastga harakatlanishni ko'ramiz. Shundan so'ng narx eng yuqori choppaga chiqdi. Tengsizlikni to'ldirdi. Va qarang, bu nomutanosiblik 1 soat ichida qanchalik hurmat qilingan. Grafika. Birinchidan, pastki chegaradan reaksiya, keyin 0.15 darajasining aniq sinishi va pasayishning davom etishi. Hatto bu betartiblikda ham, agar vaqtingizni ajratib, aniq rejangiz bo'lsa, keyin nima qilish kerakligi aniq edi. Endi mening kelishuvim misolida ushbu bilimlardan amalda qanday foydalanishni ko'rib chiqaylik. Ayshanba kuni. Kontekst quyidagicha. Biz bir hafta davomida hajm nomutanosibligida edik. Moviy chiziqlar alohida mavzu. Agar qiziqsangiz, menga yozing, men alohida dars tayyorlayman. Keling, 60 soniyali jadvalga o'tamiz. Bu men foydalanadigan vaqt oraliqlaridan biri. Biz haftalik hajm nomutanosiblig'i ichiga kirdik. Kumush oqda bizda to'xtatuvchi bor edi. Keling, uni ta'kidlaylik. Biz allaqachon tanish bo'lgan darajalardan foydalanamiz. Narx 0.15 dan biroz oshdi. Kichik xato. Biz to'xtash joyining o'rtasiga yetib keldik. Ular uni hurmat qilishdi va tashqariga chiqa boshladilar. Keyin hajm nomutanosiblig'i paydo bo'ldi. Dastlab u pasayish tendensiyasiga ega edi. Biz uni yorib o'tdik va yana unga qaytdik. Chalkashliklarni oldini olish uchun biz uning darajalarini belgilaymiz. Shundan so'ng buqaga yo'naltirilgan nomutanosiblik paydo bo'ldi va men aynan shu yerda pozitsiyaga kirdim. Agar siz imbalanchidan kirishni xohlasangiz, shu tarzda ham ishlashingiz mumkin. Siz bitta yoki ikkita shamni o'tkazib yuborishingiz va narx bunga mos keladimi yoki yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Agar u shunchaki zonaga uchib kirsa, unda siz kirmaganingiz yaxshi, chunki bu to'xtash bo'lar edi va bu buyurtma oqimi bizning yo'nalishimizda emasligini anglatadi. Bu yerda birinchi sham hurmat ko'rsatdi, men ikkinchisini kutdim. Biz bu nomutanosiblikning 0.5 qismini saqlab qolmadik, lekin inversiya nomutanosiblikning 0.5 qismini hurmat qildik. Va u yerdan narx aniq ko'tarildi.
Agar siz bu yerda kirishdan chochigan bo'lsangiz ham, ikkinchi, ancha konservativ kirish nuqtasi bor edi. Qachonki bizning buyurtma oqimimiz osuvchi ekani allaqachon ayon bo'lgan. Osuvchi massivlarni idivni hurmat qilgan holda harakatni bemalol olish mumkin edi. Bu yerda mana shunday pozitsiya bo'lgan. Ushbu sham yopilgandan keyin kirish bo'lgan. Stop on 2 punktni tashkil qilgan. Yaqin likvidlikka teg, ya'ni deyarli 1 ga 2 nisbatda. Hurmat zonalarini emas, balki hurmat tushunchasidan qanday foydalanishingiz mumkin? Biz ichkarida bo'lganimiz va narx deyarli pastki chegaraga yetib kelganimiz haqida o'ylashimiz kerak edi. Hajm nomutanosiblig'i. Bu yerda jadvalni ortiqcha yuklamaslik uchun men asosiy narsani ta'kidlayman. Mana 9.15 darajasi, mana nomutanosiblikning pastki chegarasi va biz bu sohaga hurmatni aniq ko'rib turibmiz. 30 soniyali jadvalda. Narx ichkariga kirdi, ammo boshqa indekslar bilan sim diapazonda shakllandi. Shundan so'ng narx ko'tarildi. Keyin esa darajaga hurmat bilan brekerga qaytish kerak edi. 0.5 va harakat davom etdi. Inversiya nomutanosiblig'i narxga qo'shimcha yordam berdi va keyin impuls ichida yana bir buqaga moyil nomutanosiblik paydo bo'ldi. Harakat tez va juda impulsiv edi. Keling, hatto vaqtga ham nazar tashlaylik. Kirish paytidan boshlab dakikagacha taxminan 2 daqiqa vaqt ketdi. Bir necha daqiqada 1 dan 2 gacha bo'lgan natijaga erishildi. Aslida bu chiroyli, tezkor va hech qanday pasayishsiz. Narx 1 soniya ham salbiy bo'lmagan. Bu minglab, hatto 100 minglab modellardan faqat bittasi. Agar siz hurmat va hurmatsizlik konsepsiyasini, shuningdek, massivlarning mantiqini tushunsangiz, o'zingiz uchun shunday modellar tuzishingiz mumkin. Bu yerda hammasi sizning ko'rishingiz va strategiyangizga bog'liq. Barchaga tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar sizga men ishlatadigan brokerlar orqali savdo qilish qiziq bo'lsa, albatta shu videoning ostidagi havola orqali oting va ro'yxatdan oting. Yangi uchrashuvlargacha